Ayniqsa hozirgi avlod aytyapmiz mana. Ijtimoiy tarmoqlar orqali yarim daqiqa, 1 daqiqalik yengil-yelpi narsalarni, fahsh munkarlarni, botilni ko'rib o'rganib qolgandan keyin toqati yo'q. Makani yasatjon, eshitishga toqat yo'q. Bu ko'rishga ham xuddi shunday, ko'rishni ham istamaydi. Men qancha odamlar bor hozir Allohning mahluqotlarini oxirgi marta qachon ko'rib tadabbur qilganini bilmaydi. Qachon bir bunday oyga qarab tafakkur qilgansan desangiz, bilmayman deydi. Qachon bir yulduzlarga qarab tafakkur qilgansan bilmaydi. Qachon bir nabototlarga qarab, hayvonot olamiga qarab tafakkur qilgansan bilmaydi. Bu ko'z bormi mana? Nima edi mana peshonadagi ikkita narsa desang, ha bor. Nimani ko'rasan o'g'lim? Faqat kino ko'radi. Faqat fahsh munkar ko'radi. Havoy nafsiga yoqqan narsani ko'radi. Hech bir Allohni tanitadigan narsani ko'rmaydi. Ana shu va makanu yubsirun ko'rmasdilar bular degan. Bu degani o'sha Allohga dalolat qiladigan narsalarni ko'rishni istamasdilar, ya'ni. Insonning bu dunyoda oxirat sari yo'li ham mana shunga o'xshaydi. Haq unga kelgan paytda nimandir bahona qilib odam shunday haqni rad qilsa agar, bo'ldi, ketdi, shu bilan bu odam jahannamga ketadi. Illo magar Alloh o'zi rahim qilib yana unga imkoniyat berib, uni shunday bir qaytarib qolmasa, bo'ldi, bu odam jahannamga ketadi shu bilan. Mana bu odamlarning hozir ham ko'rasan, ularda alomati shuncha tushunarli qilib Allohning kalomi, Rasulining kalomini aytsang ham, nima deyotganingni o'zing tushunyapsanmi deb turadi. Bu bechorani ham tushunasiz, u tushunmaydi, chunki Alloh uni qulog'iga pona tiqib qo'ygan. Ko'ziga parda tortib qo'ygan, qalbiga muhr bosib qo'ygan. O'zi tushunmaydi u. Shuning uchun boshqalarni ham tushunmaydi deb o'ylaydi. Boshqalarga ham tushunarsiz gap gapiryapti bu deb aytadi. Yo'q, aslida sen tushunmayapsan. Ikkinchi tafsiri oyatning. Ma kanu yastati'una as-sam'a wa ma kanu yubsirun. Ular eshitishga qodir emasdilar va ko'rmasdilar degani eshitishga toqat qilmasdilar degani. Va ko'rishga ham. Ya'ni shu Qur'on aytilsa, hadis aytilsa, dindan gapirishni boshlasang uyqus keladi. Toqati toq. Betoqat bo'lib, oyog'i likillab shu o'zini qo'lga ola olmaydi-da. Shu o'chirsam deydi. Imkon qadar tezroq yig'ishtir shu narsalarni tugat, gapirma deydi. Buni har xil bahonalar bilan qiladi odamlar. Masalan, bugun taqiq bor deydi. Eshitma. Nimaga desa, javobgarlikka tortilasan. Qamalib ketasan. Tinch yashaylik. Adashib ketasan. Ochiqchasiga gumrohlikka da'vatdan shunaqa. Ana shu eshitishga toqatlari yo'q edi deganida. Nuh alayhisalomni qarang, qavmini da'vat qilganlar odamlar nima qilardi? Va inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum. Har qachon men ularni seni mag'firatingga chaqirsam, ular barmoqlarini quloqlariga tiqib oladilar, pona tiqqandek quloqiga. Kiyimlariga o'rab olardilar, eshitmadigan mana shu. Hozir ijtimoiy tarmoqlarda mana shunaqa qiladi. Oldin bir diniy ma'lumot chiqib qolsa, eshitma, tarqatma. Qamalib ketasan. O'chirib tasha. Imkon bo'lsa keyin telefonni ham almashtirib o'radi, bir adashib eshitib qolsa. Bu haqni yomon ko'rgandan kimdir unda mayli shu yuqorida aytilgandek davlatni aybdor qiladi, lekin eshitaman degan odam eshitib yotibdi-ku. Bu bahona aslida. Iplasa bo'ladi buni. Ammo bularda o'zida haqqi yoqmaydigan, ya'ni haqni yoqtirmaslik xususiyati bor, haqdan nafrat bor. Alloh aytayotgandek, "Ka'annahum humurun mustanfira farrat min qaswara." Ular arslondan qochgan, hurkigan eshaklarga o'xshaydi degan. Mana o'rmonda qarang, bir arslon hirillasa, eshaklar qanday dumni ko'tarib qochib qoladi hammasi. Uni ovozidan. Haqni gapirgan odamdan qochadigan odamlarni Alloh ana shunaqa hurkigan eshaklarga o'xshatgan. Bu meni gapim emas, Allohning so'zi bu. Mana bunaqa gaplarni gapiraversang, shunday ichidan uni shaytoni quturadiki, shu oldida bo'lsang seni chavaqlab tashasa-da. Ana shunaqa his bo'ladi ularda. Haqni gapirgan odamga nisbatan. Ularning ichidagi bu shaytonning gapini ham Alloh aytib qo'ygan aslida Qur'onda. Mana Haj surasining 72-oyatiga qarang, Alloh aytadi: "Va idza tutla alayhim ayatuna bayyinatin ta'rifu fi wujuhil ladina kafarul munkar yakaduna yastuna bil ladina yatluna alayhim ayatina." Agar ularga bizning ochiq ana shunday oyatlarimiz tilovat qilinsa, kofir bo'lgan kishilarning yuzlarida munkarni bilasan degan. Ya'ni shunday qovog'i yulib, asabi buzilib ketayotgani shu yuzida
anor donasi toshgandek g'azabi quzib ketayotganligini bilib turasan, ularga bizning oyatlarimizni tilovat qilayotganini mushlab oray deydi. Ana shuning uchun sen uni arpasini xom urganing yo'q vaholanki. Sen uni uyiga borib, uyqusidan uyg'otib, uni majburlab qulog'iga tiqib eshittirganing yo'q. Lekin shunga qaramasdan sen dunyoni narigi chekkasida turib gapirsang ham uyqusidan uyg'ontirib yuboradi uni bu haq. Shuning uchun kelib ataylab erinmasdan qusib, masalan, kommentariyalarda ana shunaqa gaplar yozib ketadigan odamlarni uchratasiz. Qulimga tushsang edi deydi. Ana shu ayni Alloh oyatda aytgan narsada, Allohning oyatlarini tilovat qilayotgan kishilarni mushlab oray deydi. Uni yuzida shunday munkarni bilasan degan. Bu aslida haqning kuchidan bu. Bo'lmasam kim uni majburlab yetalab olib keldi buni eshitishga? Kimlarga eshityapti ya'ni? Lekin ana shunaqa eshitadi, lekin o'zi ham keyin toqat qilmay ketadi eshitgan narsasiga. Chunki haqiqat ana shunaqa achchiq bo'ladi-da. Shuningdek, yana bu oyatga tushadi mana shu ma'noga bir oyatni aytilsa yoki hadisni aytilsa, uni oxirigacha eshitishga toqati qilmay toqati yetmay e'tiroz bildirib o'tiruvchilar. Shu 5 daqiqa kutsa, uni shu miyasidagi qurtga davo aytilinadi shu oyatda, hadis tafsirida, sharhda, lekin toqat yetmaydi. Vaqillab bir narsani e'tiroz qilib gapirib o'tiradi. Unday emas deb. Ana shu ham shunga tushadi-da, makanu yastati'una sam eshitishga qodir emas, toqat yetmaydi. Bu ularning gunohlari sababdan. Gunohlar odamni betoqat qiladi ana shunaqa. Ayniqsa hozirgi avlod aytayapmiz mana. Ijtimoiy tarmoqlar orqali yarim daqiqa, 1 daqiqalik yengil-yelpi narsalarni, fahsh munkarlarni, botilni ko'rib o'rganib qolgandan keyin toqati yo'q. Makani yasatıyorsam, eshitishga toqat yo'q. Bu ko'rishga ham xuddi shunday, ko'rishni ham istamaydi. Qancha odamlar bor hozir Allohning mahluqotlarini oxirgi marta qachon ko'rib tadabbur qilganini bilmaydi. Qachon bir bunday oyga qarab tafakkur qilgansan desangiz, bilmayman deydi. Qachon bir yulduzlarga qarab tafakkur qilgansan bilmaydi. Qachon bir nabototlarga qarab, hayvonot olamiga qarab tafakkur qilgansan bilmaydi. Bu ko'z bormi mana? Nima edi mana peshonadagi ikkita narsa desang, ha bor. Nimani ko'rasan uni? Faqatgina ko'radi. Faqat fahsh munkar ko'radi. Havoy nafsiga yoqqan narsani ko'radi. Hech bir Allohni tanitadigan narsani ko'rmaydi. Ana shu va makanu yubsirun ko'rmasdilar bular degani. Bu degani o'sha Allohga dalolat qiladigan narsalarni ko'rishni istamasdilar ya'ni. 3-tafsiri oyatni Alloh ularni jazolab, eshitishga qodir bo'lmaydigan qilib, ko'rishga qodir bo'lmaydigan qilib qo'ygan. Eshitishga qodir emas, va ko'rishga qodir emas qilib qo'ygan. Ya'ni Alloh aytgan-ku, Yosin surasida: "Xotamallohu ala qulubihim va ala sam'ihim va ala absorihim ghishawa." Alloh ularning qalbiga muhr bosib qo'ygan va quloqlariga muhr bosib qo'ygan va ko'zlariga esa parda tortib qo'ygan. Summun bukmun umyun. Kar, soqov, ko'r ular. Inna ja'alna ala qulubihim akinnatan ay yafqahuhu va fi adanihim waqra. Biz ularning qalbiga ana shu parda tortib qo'ydik, uni tushunmasligi uchun, ya'ni tushunmaydi haqni. Tushunmaydigan qilib qo'ydik. Quloqlarida esa og'irlik bor degan. Kaf surasida o'tdik buni. Nimaga Alloh bunday qiladi? Bir odamni haqni eshitolmaydigan qilib quloqiga pona tiqib qo'yadi. Yoki haqni ko'rmaydigan, ko'rsa ham tushunmaydigan qilib ko'ziga parda tortib qo'yadi, qalbiga muhr bosib qo'yadi desang, gunohlari sababdan. Xususan, haq birinchi marta kelganda uni inkor qilganligi sababdan. Va nuqallibu afidatahum va absarahum kama lam yu'minu bihi awwal marra. Qanday birinchi marta unga iymon keltirmagan bo'lsalar, endi ana shunday qilib ularni qalblari va ko'zlarini chapparib qo'yamiz degan Alloh. Ya'ni senga haq shunday ilk bor keladi-ku, Alloh Karim yetkazadi senga haqiqatni. Qizg'anmaydi. Lekin sen o'shanda haqiqatda achchiqligi sababdan va o'zingni dunyoyingni shirinligi sababdan haqiqatga nimadir bahona topib inkor qilasan ana shu. Ana shu sababdan deyapti Alloh, keyin qarang. Birinchi marta haq kelganda uni inkor qilganligidan ko'z bilan qalb chapparib qo'yar ekan Alloh. Keyin doim o'shanga teskari bo'laveradi haqqi. Qachon aytsang o'shanga teskari. Chunki birinchi marta teskari bo'lgan. Endi Alloh o'zi bir rahim qilib bu zalolatdan seni qutqarmasa, o'lguningcha ketasan shuni. Buni misol nimaga o'xshaydi? Men qaragan yo'lda bir kichkinagina bir dumaloq tosh yotgandi. Shuni bunday oyog'ingni bir cheti bilan bosib o'rsang, u seni shunday yiqitadi. Agar o'shanda seni kimdir yoningda tutib qolmasa, bo'ldi, shu bilan sen boshing bilan tushasan. Miyang qatig'i chiqadi.
Yoki mana yo'lda ketayotganda, mashina ham katta tezlikda ketayotganda, rulni ozgina qimirlatib yuborsang, endi agar o'shanda o'zingni tutib olmasang, bo'ldi, shu bilan keyin sen jarga qilasan. Insonning bu dunyoda oxirat sari yo'li ham mana shunga o'xshaydi. Haq unga kelgan paytda nimandir bahona qilib odam shunday haqni rad qilsa agar, bo'ldi, ketdi, shu bilan bu odam jahannamga ketadi. Illo magar Alloh o'zi rahim qilib yana unga imkoniyat berib, uni shunday bir qaytarib qolmasa, bo'ldi, bu odam jahannamga ketadi shu bilan. Mana bu odamlarning hozir ham ko'rasan, ularda alomati shuncha tushunarli qilib Allohning kalomi, Rasulining kalomini aytsang ham, nima deyotganingni o'zing tushunyapsanmi deb turadi. Bu bechorani ham tushunasiz, u tushunmaydi, chunki Alloh uni quloqiga pona tiqib qo'ygan. Ko'ziga parda tortib qo'ygan, qalbiga muhr bosib qo'ygan. O'zi tushunmaydi u. Shuning uchun boshqalarni ham tushunmaydi deb o'ylaydi. Boshqalarga ham tushunarsiz gap gapiryapti bu deb aytadi. Yo'q, aslida sen tushunmayapsan. Tushunmasligining sababi Alloh qulog'ingga pona tiqqan, qalbingga muhr bosgan, ko'zingga parda tortgan. Gunohlaring sababdan.